June 9th to catch all the action on the road to 2027 FIFA Women's World Cup. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Erta tongdan turib jahon chempionati bahslariga moslashni boshlaymiz. Mundial oldidan o'rtoqlik o'yinlari turkumidan Kanada hamda O'zbekiston milliy jamoalari o'rtasidagi bahs Edmontonda 56 ming muxlisni o'z bag'riga sig'diradigan stadionda yomg'irli kunda, endi hozir oqshom tun aralash bo'lib ketgan, bizda tongda, ularda kechki paytda o'yin boshlanyapti. O'zbekiston terma jamoasi vakillari mundialni aynan mana shu uchrashuv bilan boshlashyapti desak, ozgina mubolag'a ishlatgan bo'lamiz-u, lekin o'zi tayyorgarlik e'tibori bilan to'g'riroq tushadi. Kamina Xayrullo Hamidov hamda sherigim Davron Fayziyev bugun 2 soat davomida xizmatingizda bo'lamiz. Assalomu alaykum, barchaga xayrli tong. Edmontonda yomg'ir, salqin havo. Endi Shimoliy Amerikaning eng shimoliy hududlaridan biri va bu muhitda terma jamoamiz hozir moslashishiga to'g'ri keladi, chunki baribir ilk o'yin, okean ortidagi ilk o'yin qolaversa, mana bunday nam maydon, tabiiy chim yotqizilgan aynan mana shu uchrashuv uchun. Kanada terma jamoasi o'rtoqlik o'yini uchun, Kanada ham jahon chempionati ishtirokchisi, tabiiyki mezbon sifatida ularning o'z maqsadlari bor va kecha Kanada bosh murabbiyi O'zbekiston haqida ancha iliq fikrlar bildirdi. Bizga kuchli raqib ro'baro keladi ertaga deb aytib o'tdi. O'zbekiston bilan bu yog'iga raqiblar hisoblashishadi, chunki kuzatib borishyapti. Natijalar ijobiy tomonga o'zgaryapti. Lekin bizda o'z rejamiz bor, ya'ni o'rtoqlik uchrashuvlaridan maksimal tarzda foydalanish. Ikkita o'rtoqlik uchrashuvi mana ikkinchi, bizning vaqt bilan 2-iyun kuniga to'g'ri kelyapti. Kanadaga qarshi o'yin bizning vaqt bilan 8-iyunga to'g'ri keladi. Niderlandiya bilan o'yin va o'ylaymizki, bu uchrashuvlar ikki xil kayfiyatda o'tadi. Bugun moslashish jarayoni bo'lsa, Niderlandiyaga qarshi ko'proq o'sha jahon chempionati rejimida o'ynasa kerak, chunki keyingi uchrashuv rasmiy o'yin Kolumbiya bilan kechadi. Va mana sekin tayyorgarlik boshladi. O'zi 6:00 da hushtak chalinishi kerak edi, 15 daqiqaga surildi. Kanadaliklar ham mana bunday testlar qilib olishyapti. Qani kutamiz jamoalar maydonga tushishini. Zo'r TV'da tomosha qiling. Hazal sizga omonat. Hazal. Zo'r TV'da yangi turk seriali. U ayolni ona demayman. U meni onam emas. Mana Edmonton shahrining tashqi go'zalligini ko'rdik. Stadionning ichiga kamera bizni olib kirdi. Stadionga muxlislarning tashrifi davom etyapti. 15 daqiqa kechga qolgani balki muxlislar uchun foydalidir. Davron, yana bitta jihatdan bu uchrashuv juda ham muhim deb o'ylayman. Niderlandiya ko'proq o'sha Portugaliyaga tayyorgarlik tariqasida qabul qilinyapti-yu, usluban yaqin. Guruhdagi raqibimizga moslashib o'ynaymiz deyilyapti, lekin Kanada nima uchun deyilganda topgandek bo'ldim. Biz birinchi uchrashuvni baribir mehmonda o'tkazamiz, deyarli mehmonda o'tkazamiz. Sap-sariqqa bo'yalgan stadionda, kolumbiyaliklar to'lib toshgan stadionda, Mexikoda bo'ladi va muxlislar ichida o'ynash jihatidan ham bu o'yin bizga juda ham dalda bo'ladi. Va Kanavara biladi, jahon chempionatining birinchi uchrashuvi hozir futbolchilarga ruhiy tomondan ham ancha og'ir kelishi mumkin. Muxlislarni ichida o'ynatib ham olyapti-da.
Ha, shunday, bugun qizilga bo'yaladi stadion, chunki Kanadaning shu formasi odatda qizil rangda, bayroqlar bilan kelishgan muxlislar, sold out, ya'ni chiptalar to'liq sotilgan. O'zbekistonlik muxlislar ham bor, ko'rdingiz, bayroqlar bilan tashrif buyurishgan. O'zi zo'r atmosfera. O'sha Nyu-Yorkda ham aeroportdan boshlab o'zbekistonliklar terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashni boshlashdi. U yog'iga Edmontonga yetib borganda ham bir guruh o'zbekistonliklar jamoani kutib oldi. Bu yoqimli albatta. Jamoa har yerda qo'llovni his etyapti. Xo'p, bugungi o'yinga oid yana bir qancha muhim ma'lumotlar. Bugun jahon chempionati rejimida hakamlikni ko'ramiz. FIFA aynan mundialga atab bir qancha qoidalar joriy etgan, o'sha o'yin toza vaqtini oshirish qoidalari. Outga chiqib ketganda 5 sekund, darvozabon to'pni o'yinga kiritishda 5 sekund, shunga qat'iy bugun rioya qilinadi. Jamoalar moslashishadi. Shu ham ahamiyatli deb o'ylayman. O'zgarishlarga ham kam vaqt beriladi. 10 sekund ichida futbolchi chiqib ketish kerak, almashtirilayotgan futbolchi. Hattoki o'sha darvozabon to'pni vaqtida kiritmasa, burchak zarbasi ham berilishi mumkin. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi AQSh, Kanada va Meksikada o'tadigan mundial oldidan safardagi ilk uchrashuvini o'tkazadi. Raqib Kanada terma jamoasi oq rangli futbolkalarda oq bo'rilar maydonga tushib kelishyapti. Aralash tarkib Eldor Sardor sifatida boshlab tushyapti. Husanov ham qaytdi, anchadan beri uni maydonda ko'rmagandik. Endi O'zbekistondagi yig'inlar paytida u APL chempionligi uchun jang qilayotgan edi va mana u ham terma jamoaga tezroq ko'nikish maqsadida murabbiylar tomonidan bugun asosiyga tashlandi. 1-2 kun menimcha sal o'sha tejamkor rejimda mashg'ulotlar o'tkazgan bo'lsa kerak. Husanovga fokus, qolgan futbolchilar ham tayyor va bugun tarkibda ancha qiziq yechimlar bor. Masalan, o'ng qanotda Sayfiyevning harakat qilishi, bu safar ham Aziz G'aniyev o'ng qanot hujumiga tashlanishi va markaziy himoyada yaqinda jarohatidan qutulgan Abdulla Abdullayev paydo bo'lishi. Hammasi o'ng tomon ekan deyarli. Chunki markazning ham o'ng tomoni Abdulla Abdullayev adashmasam va o'ng qanot laterali hamda vingeri. Va Ne'matovga imkon berildi. Madhiyamiz.
qiziq jarayon. Kanada madhiyasini mana bunday gitaralar bilan jonli tarzda shlapani gitaraga ilib erkin bir kuylandi. Futbol o'yinlarida kamroq uchraydi. Boksda ko'ramiz, ba'zida ringda kimdir jonli ijro etadi. Futbolda nisbatan kamroq. Ha, sekin-sekin endi tarkibga ham o'tsak bo'laveradi. Endi ertalabdan juda ko'p ishqibozlar ijtimoiy tarmoqlar orqali bilib bo'lishdi. Biz ham o'ziga yarasha bu masalada hali dumaloq videolar ham joyladik, fikrlarimizni ham bildirdik. Endi esa an'anaga muvofiq baribir aytib o'tilishi kerak. O'zbekiston terma jamoasi yana 3 markaziy himoyachi bilan o'ynaydi. Bu esa 4-4-2 Kanada terma jamoasi, Bosniya terma jamoasi bilan o'yinga tayyorgarlik deyishyapti. Xuddi shu tarkib bilan ko'p ehtimol asosiy tarkibni o'yinni boshlashi mumkin ekan ilk uchrashuvini. Ha, lekin Davis ko'rinmayapti. Endi ba'zi narsani baribir Jesse March rasmiy o'yinga olib qo'yadi. Xuddi Cannavaro singari, misol uchun bugun O'zbekiston guruhidagi Kolumbiya, Portugaliya, Kongo diqqat bilan bu uchrashuvni kuzatadi va ularda ham o'sha savollar paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun u, nima uchun bu? Mana Marco Ortiz, meksikalik referi bugungi uchrashuvni boshqaradi. Eldor bilan qisqa suhbat o'tkazib oldi. Estakio bu tarafda jamoa sardori 7-raqam. Ikkala sardor hujumkor futbolchilar ekanligi e'tiborga loyiq. Meksika, mana Alfonso Davis ham keldi. Nima masalani hal qilyapti u? O'zini eslatib Tashlab beryapti tangani. Cristian Kiabek hamda Michel Morales, ular ham meksikalik va zaxira hakami Jorge Camacho. Camacho degan familiya Meksikada mashhur. Bu tomonda asosan kanadaliklar ishlashadi. Davis emas ekan. Orqadan o'xshatib yubordi. Xo'p, demak, Kolumbiya terma jamoasi bizdan oldin o'yinni o'tkazdi. Hozir bir-birini o'yinini tomosha qilinadi deyildi. 3-1 hisobida Kosta-Rika mag'lub etildi. Sanchez urdi, Luis Diaz urdi, Suarez deganlar urishdi. Mana tarkibimiz. O'rganib qoldik bunga va boya aytib o'tilganidek o'yin tomon. Saladashibdi, Nasrullayevni bular o'ngga joylashibdi. Sayfiy. Balki shunday bo'lar, lekin odatda Sayfiyev moslashadi-da o'ng qanotga. Keyin Husanovda ham Ashurmatov markaziy. Lekin o'ynashi ham mumkin shunaqa. Ha, lekin agar oldingi tajribadan kelib chiqsak, Husanov markaz, Ashurmatov chap, Abdullayev o'ngda joylashishi kerak. Endi bu oldingi davr. Cannavaro nimadir eksperimentlar qilib ko'rsa kerak, balki. Xullas hammasini jarayonda ko'ramiz. Boya muxlislar haqida aytib o'tdim. Xayrliki, ijtimoiy tarmoqda kuzatgandirsiz, siz ham nafaqat o'zbekistonlik muxlislar, qo'shnilarimiz, butun Markaziy Osiyo davlatlari qo'llab-quvvatlab aeroportlarda hamma joyda terma jamoamizni bayramona kutib olishyapti. Yoqimli bu. O'zi hammani eng asosiy jamoasiga aylanib qoldi. Hatto Fabio Cannavaro butun Italiya e'tibor qaratayotganligini ham aytib o'tdi. Italiyadan 3 ta murabbiy va ichida baribir menimcha Ancelottini bilishadi, Montellani bilishadi. Fabio Cannavaro ular uchun ham yangi voqelik. Va qiziq tarzda joylashib olishgan bizning jamoamiz Chapdan yuguramiz deb. Ha, start olishmoqchi, birinchi hujumning o'zida nimadir tashkil etishmoqchi. Tushunarli, haligi Kolumbiya bilan ilk daqiqalarimizga ishora bo'lishi mumkin. Shunday boshlab olsak, lekin Misr bilan ruhiyat uchun yaxshi, mana bunday terilib olib ketdik yigitlar deb oldin. Kanada hayron. Ha. Tinchlikmi deyapti. Ketdi, boshlandi, darvozabonga to'p uzatib berildi va ehtimol shuning uchun ham Nematov asosiy tarkibda tushgandir, o'sha tomonga to'pni aniq yetkazib berish uchun. Ikkinchi qavatda yengib olinyapti, yomon emas dastlabki daqiqa. Xuddi Misrga o'xshab boshlanyapti, Davron. Misr bilan kechgan uchrashuvni boshi shunaqa bo'lgan-u va o'sha 15 daqiqalik o'yinni asosiy holatini belgilab bergan. Bizda baribir bor bu narsa, o'sha faol start. O'zbekiston yaxshi ko'radi uchrashuvning dastlabki daqiqalarida hujumga o'tishni, raqibni hayron qoldirishni. Va Zo'r TV telekanali
nafaqat mana bu o'rtoqlik uchrashuvi, balki Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini, shuningdek mundialni to'liqligicha e'tiboringizga havola etishga tayyor. Ne'matov Darvozabon chiqdi va yaxshi. o'z vaqtida yo'qqa chiqardi vaziyatni. Chiqib qo'ydi-da, keyin ikkilanishga haqqi yo'q edi darvozabon. Oxirigacha epizodni yakunlab qo'yish kerak edi. Buchinen hujum qilgan edi. Xavfli futbolchi. Mana shu Buchinenga hushyor bo'lishimiz kerak. O'ng qanotdan yorib kiradi odatda. Uy, xavfli to'qnashuv. Sariq kartochka, tezkor kartochka. Sirpanib ketdi. Menimcha Azg'aniyev bunaqa qo'pol o'ynash niyati yo'q edi va kanadaliklarni ham tushunsa bo'ladi. Hozir o'rtoqlik o'yini-yu bu degan ma'noda e'tiroz qilishyapti. Menimcha sirpanib ketdi. Shunaqa ko'rindi menga. Mana qarang. Qo'pol o'ynagan ekan. Qo'pol o'ynagan va hattoki e'tirozlar o'rinli ham desak bo'ladi. Jamoaning eng asosiy futbolchilaridan birida baribir Kornelius. Va bu keyingi agressiyani ham keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun Aziz sal baribir bosiqroq bo'lishi kerak. O'ng tomondan asosan hujum tashkil etyapti Kanada. Va bu tomonda Buchanan. Mana bu faol, juda faol. Villarreal futbolchisi. Chempionlar Ligasida ham o'ynadi-yu. Shunaqa o'zi tarkib rang-barang. Ya'ni bizda ham bir jamoadan deyarli takror yo'q-ku. O'zi oxirgi payt shunday bo'lyapti. 11 ta jamoa vakillari tushib kelgan paytlari ham bo'lgandi. Bularda ham xuddi shunaqa. Ha, demak, tanishtirdik-a tarkib. O'zimiznikini tanishtirdik. Tanishib ketdik. Eldor o'ng tomondan, chap tomondan endi boshamiz. Zo'r Oston kirib boradi. Oston o'yladi. Eldor Shomurodov ko'ryapti deb o'ylaydi. To'p chiqib ketdi, lekin epizodni tugatib qo'yish kerak, do'stlar. Yana xuddi o'sha deja-vu bo'layotgandek Misr bilan kechgan uchrashuvning ssenariysi takrorlanadimi deb turib xursand bo'lib ketgandim, lekin Oston to'xtab qoldi. Va Ostonning individual o'yini raqiblar ham ko'rgan-ku, bar Misr bilan uchrashuvni tahlil qilishgan. Juda chuqur tahlil qilmagan bo'lsa ham. Abduvohid Ne'matov mana Sayfiyev o'ngda ekanligini ko'rib ishonch hosil qilishimiz mumkin. Boyagi taxminimiz to'g'ri ekanligiga. O'ngda chunki u ikkita joyda o'ynay oladi. Shukuru. Zo'r. Chapga ajoyib pas. To'p lekin bu to'p. Boradi. Burchak zarbasi ishladi, yaxshi. Nasrullayev. Offside bormidi? Kulib qo'yapti-ku. Demak, burchak zarbasi yo'q. Xo'p, Kanadada ikkinchi raqamda Alistair Johnson ro'yxat bo'yicha ketaveramiz. Stefan Estakio 7. 8-chi Ismail Kone, 9-chi raqamda Kyle Larin, Jonathan David 10-chi raqamda harakat qiladimi? Yana Buchinendan faollik va yana foul. Shuncha muammo tug'dirdi bizga 5 daqiqa ichida shu futbolchi. Endi klass baribir sezilib turibdi. Liam Miller 11-chi, 12-chi raqamda 13-chi raqamda Derek Cornelius, 15 Moise Bambito, Maxim Kripau 16, darvozabon Tayin Buchanan 17 va Richie Lare 22-chi raqamda harakat qiladi. Pressing Kanadada ishlayapti va Meksika sayrda xullas. Bo'ldi, to'p olindi. Shu joyda chiqib ketish ishlanyapti chog'i. Kanada terma jamoasining futbolchilari bir-biriga juda yaqin zich turishibdi. Shuning hisobidan to'pni olib chiqib ketish qiyin bo'lyapti. Chap qanotdan hujum.
Oldingi chiziqqa ketdi va birga bir Eldor o'tib Voy. ketadimi? O't. Eldor o'tib ketadi. Oldi. Eldor o'tib ketadi. Birga Hisobni bir. ochadi. Zarba. Eldor darvoza surilib ketdimi chap tomonga? Eldor. Lekin rasmiy o'yinlarda bunday vaziyatlardan foydalanish kerak. Himoyachi ham xato qilib berdi-da. Ha. Mana bu yerda to'pni to'xtatishda Eldor ozgina xato qildi, uzoqlashtirib yubordi, keyin himoyachi sirpanib ketdi, Eldor esa zarba to'g'ri bera olmadi. Mayli. Zo'r bo'lardi. Boshida hisobni ochib olsak, Chempionlar Ligasi finalining davomi bo'lardi. 7-daqiqada urdi-yu unda. Ha, biz ham lekin hozir qarshi hujumda o'ynadik. Kanada faollashdi. Kanada to'pni nazorat qilyapti. Lekin eng xavfli vaziyat bizda bo'ldi. Ha, ikkinchi raqam bo'lib o'ynayapmiz hozir. Mana faol pressing maydon yarmidan u yog'iga boshlanyapti. Menimcha Davron o'zi umumiy biz ikkita o'yinda, kamida ikkita o'yinda ikkinchi raqamda o'ynaymiz o'zi. Kolumbiya hamda Portugaliyada. Va bunga moslashishimiz ham kerak deb o'ylayman. Asosiy skilllarni shu joyda amalga oshirib olamiz. David yaxshi o'ynadi. Bukiningga to'p uzatib berildi. Villarreal futbolchisi sherik qidiryapti. Tepib yuborish kerak. Yaxshi pas bilan chiqmoqchimiz, lekin yana shu futbolchi. Ikki futbolchiga qarshi hech narsa qila olmadi. Johnston Qo'l bilan o'yin. Ha, jarima zarbasi beryapti. Referi Kanada foydasiga. Alistair Johnston, kanadalik futbolchi, Celtic vakili. Celticning asosiy futbolchisi oxirgi o'yinlarda 90 daqiqadan ishtirok etgan. Ya'ni yaxshi tarkib, juda ko'p Yevropada o'ynaydigan futbolchilar. Va Jesse March. Bosh murabbiy uning jamoasi faollik ko'rsatyapti va jarima zarbasini ijro etadi. Yuqoridan yaxshi o'ynadi Abduvohid. Risk qilmasdan mushti bilan urib yubordi. Farruh Sayfiyev to'pni egallab olmoqda va Kartochka qizil bo'lib ketdi. bahslashma, Farruh, bahslashma. Indama. O'zi to'pni qochirib yubordi, natijada qoida buzishga majbur bo'ldi. O'sha joyda ketib qoldi-da to'p. Ha, chunki to'p Farruhda edi, u pozitsiya bo'yicha yaxshiroq edi. Sekinroq mana. O'zi yorasi aylanibdi. Kone. Ismaele Kone, Sassuolo. O'ng qanotimiz, ikkita futbolchimiz sariq bo'ldi. ha, o'ng qanotimiz sarg'aydi. O'yin qanot haqida gap boshlangan edi o'zi. Sharh ham shundan boshlangan edi. Ya'ni ichkariga havodan uzatib beriladi. Abduqodir Husanov to'pni uzoqlashtirdi. Lekin Kanadaga kelib tushdi yana. Xavfli uzatma. Ashurmatov, Hamrobbekov, Shkurov va Nasrullayev o'ylab o'tirmay oldinga tepdi. Bu yerda Eldor birinchi to'p uchun kurash olib boryapti. Eldor oston edi. Harakat qilish kerak. Offside bor edi va to'ppa-to'g'ri. Hammasini hakamlar ham endi jahon chempionati rejimida ishlashyaptimi, to'g'rilab olishlari kerak. Kanada ham sal bizga imkoniyatlar berib turib, qarshi hujumga hududlar ochib turib, harakat qilishyapti. Pozitsion hujumda qiyinchilikka duch kelishyapti. Fabio Cannavaro Va Davron Ahmedov. Endi biz boramiz bosim o'tkazgani. Cornelius Larreyaga to'pni uzatib berdi. Juda chiroyli harakatlar bilan Millar aldab ketdi va oldingi chiziqdagi sheriklariga to'pni ta'minlaydimi? Yaxshi. Lekin xavf butunlay bartaraf bo'lganicha yo'q. Ya'ni Buchanan shu Villarreal futbolchisi ancha muammolar keltiryapti. Ancha yaxshi o'ynayapti, tartibli o'ynayapti. To'pni oldi O'zbekiston milliy jamoasi va ketdik. Tezroq o'ynash shart. Hamrobekov, zo'r ketdi Eldor sirpanib ketdi, lekin
yaxshi o'ylangan edi. O'zini yo'liga to'g'rilab olgan edi. Shu joyda to'pni darhol olishimiz kerak shekilli. Va mana bunday keskin ravishda futbolchilar sirpanishi Maydon ham yiqilib sirpanib yiqilib tushishi har xil jarohatlar keltirib chiqarmasa bo'ldi. Maydon lekin 1-2 oy oldin tabiiy chim yotqizilgan. Undan oldin sun'iy, endi Kanadadagi sun'iy maydonlar ham normal bo'lsa kerak. Oppa, pozitsiyani zo'r tanladi mana bu yerda Nasrullayev. Oston. Orqaga boshqa iloji yo'q. Kanada juda faol pressing qilyapti. Endi 90 daqiqa bunday o'ynamaydi-yu, hozir chidab berish kerak. Va bitta-ikkita yaxshi qarshi hujumga chiqib ketdik ham. Boya Eldor Shomurodov 1-1 chiqqandan tashqari yana 1-1 chiqib ketayotganda sirpanib ketdi-da. Aks holda uni ham o'sha yaxshi tashkil etilgan qarshi hujumlar sirasiga kiritsak bo'ladi. Dastlabki dekada poyoni yetdi. Shu 10 daqiqalik muhim edi. Bir-birini tekshirib olishga, o'zi rollarni ajratib olishga. Final, Chempionlar Ligasi finali yaqqol ko'rsatdi-yu, rollarni bo'lishib olish. Jahli chiqyapti. Shukurovni tepib ketdi-ku deyapti. Ne'matov xotirjamlik so'rayapti himoyadagi sheriklaridan. Ikkinchi qavatda Shomurodov birinchi bo'lib ulguradi, ketdi. Oston, voy. Nima yo'q, Nasrullayev ekan. Eldor asosan shu chap qanot futbolchilari bilan hujum tashkil etyapti Davron. Baru G'aniyev winger emas va vazifalari ham bo'lakcha shekilli. O'zi bizning sxemamiz o'zgaruvchan, 4-3-3 dan 4-4-2 5-2-3 dan 5-3-2 ga o'zgaryapti. Ya'ni Azg'aniyev markazga ko'p yordamga kelyapti. Va kartochkasini ham o'sha markazda oldi. Hujum boshlayotganda ham markazdan start olyapti. Oston bilan Eldor juftlikda oldinda qolyapti. Biz jang qilyapmiz. Kanadaliklar baribir uylarida o'tayotgan mundialda ko'proq ehtiyot bo'lib o'ynashyapti muxlislar ko'z o'ngida. Lekin Davron baribir Meksikadagi uchrashuv bilan bu uchrashuvdagi muxlislarning farqini ko'ryapmiz-da. Farqli ancha. U yerda yovvoyi muhit bo'ladi baribir. Kanada tomoni o'sha teatr ko'rgandek tomosha qilyapti-da. Ashurmatov, Shomurodov yaxshi. Ketdik. Mana bu tomonda Oston ochilgan, lekin o'ng tomonga uzatib berildi. Pas. Yomon o'ylashmadi, lekin. Bombitomi? Moize Bombito, Nitsa. Birinchi to'p bizniki, orqaroqqa Shukurov sekin kengroq hujum tashkil etishga harakat qiladi jamoamiz. Sherzod Nasrullayev ikkita futbolchiga qarshi o'tib keta olmadi va endi qarshi hujumni shu joyning o'zida to'xtatish kerak. Birinchi to'p oldik. Ashurmatov buzdimi qoida? Ozgina gavdasi bilan o'ynab yubordi deb hisoblandi shekilli. Bombito chapga, Ream, Cornelius yaxshi Gol oldik. Oston o'zi yuguradimi? Ochilayotgan Nasrullayev bor. Nasrullayev chalg'ityapti. Boshqa futbolchiga ham uzatsa bo'ladi, kirib bor. Hali ham to'p bizda qolishi mumkin. Yo'q, endi orqaga qaytamiz. Tavakkal qarordan ko'ra
aniq orqaga to'pni uzatgan yaxshiroq. Sayfiyev umuman hujum chizig'iga chiqib ketyapti. Qoida buzilmabdi. Kanada mana shu necha marta Miller fintini o'tkaza olyapti. Shuning uchun ham to'xtatib qo'ya qoldi-da Hamrobekov. O'ng qanotdan Buchanan, unga qarshi Nasrullayev, Buchanan ham texnika ko'rsatmoqchi va mana bunday devorchi uslubida o'tib ketishga harakat qildi. Ashurmatov yopadi bu zonani albatta. Toza o'ynadi, olib qo'ydi, uzoqlashtirdi. Bu yerda ikkinchi qavatda Shoma va ostonga yetib kelmadi to'p. Shomurodovni yaxshi qo'riqlashyapti. Davron Liam Miller Liverpool tarbiyalanuvchisi ekan. Endi Liverpoolda joy ola olmagan, u keyinchalik Bazelga o'tgan, Prestonga o'tgan va hozirda Hull City vakili bo'lib Jahon chempionatiga keldi. Ular yaxshi futbolchi. Oson bo'lmayapti. Birinchi taymning birinchi qismida Kanada baribir mezbon ekanligi sezilib turibdi. Tashabbusga ega va mana bunday uzoq masofaga pas Abdulla Abdullayev taqib qiladi Davidni. Voy. Yo'q, butunlay o'tib keta olmadi. Miller ikkisi ochiq pas bera olishdi. Azg'aniyev zonani yopdi, darhol uzatma. Eldor Shomurodov tezlikni oshiryapti, bitta himoyachi unga qarshi o'girilib oldi. Kutyapti sheriklarini. Eldor fint, ikkinchisidan uzatma. Zo'r o'yladi. To'pni yo'qotmaslik kerak, muhimi, qaytarib berish kerak. Hamrobekov ya'ni oldingi chiziqdagi pressingidan tashqari himoyada ham yaxshi bosim o'tkazyapti-da Kanada. Joylar bermayapti. Yana ketdi Kona. Bular ham qarshi hujum tashkil etishyapti. Yugurayotgan futbolchilar bor. Husanov doimgi ishini qildi. Miller 2-3 marta aldaganiga to'p nimadir bo'ldi shekilli. Shu Abduqodir nimadir qildi to'pni. Azg'aniyev maydonda yotibdi. Shifokorlar yordami kerak shekilli. Shunga e'tibor qaratishdi futbolchilarimiz va yetib kelishdi bizning tibbiy guruh. Son qismini ushlayaptimi? Sal pasroq shekilli, yo'q. Jiddiyga o'xshaydi. Alisher Aripov. Gurgen. Dastlabki muolajalar. Risk bo'lsa almashtirsa kerak Cannavaro. Bugun imkoniyatlari bor. Shuning uchun ham 30 ta futbolchini olib ketganda baribir. Hattoki qaror qabul qilib qo'ygan bo'lsa ham o'zgartirish kerak. Jahon chempionatiga o'zi sharhga kirishda gaplashgandik shu mavzuni. G'aniyevni qanday qilib sabr qilgani-yu, oxir oqibat jahon chempionati ishtirokchisi sifatida terma jamoamizda kelgani bir qiziq tarix sifatida gapirilgan. Qiyin davrdan so'ng sabr qilib ishlashda davom etib, mana mundialga yaqin keldi. Endi umid qilamiz bu tezda bartaraf etiladigan muammo. Azg'aniyev ehtiyot chorasi sifatida almashtirilyapti va adashmasam Abbosbek Fayzullayev tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Yana bir bor so'rayapti Fabio. Nima qilamiz deb. Davom ettirmagani ma'qul. O'zini asragani
O'zi ham tushunib turibdi. Qolaversa sariq kartochkasi bor. Shu o'ng qanotda muammolarimiz davom etyapti. Osiyo chempionatiga ham shunaqa bo'lib borgandik. Hojiakbar Alijonov yo'q. Endi Eldor Shomurodov ham yo'q edi unda. Demak, Abbos tushdi. Hali tushishga ham ulgurmadi. E'lon qilib yuborishdi. Bari shuku deyishdi. Hamma biladi O'zbekiston terma jamoasining sxemasini, kim kimning o'rniga tushishini. Millar yana kirib boryapti va yaxshi Sayfiy bu safar olib qo'ydi. Abduvohid oldingi Shukurov o'tirib oldi to'pga. Yaxshi, o'tirib olib ham qo'ydi. Va zo'r tezkor qarshi ofsaydchi ekanda. Turib qoldi-da. Kadrdan uzilgan payti sezilgandi. Ana Abbos tushdi. Va o'ng qanotga yo'l oldi. Abbos o'zi Turkiya chempionatida ham o'ng qanotda ko'p o'ynadi. Va Azg'aniyevdan farqli ravishda Abbos aynan qanotdan turib yorib kirish xususiyati, ya'ni moslashuvchanroq bu masalaga. Azg'aniyev tarkib, ya'ni sxemani transformatsiya qilishga zo'r variant. Azg'aniyevda Jamshid Iskandarovdan ham bir chimdim bordi. Endi Abbosda ham bor bu narsa, katta Qo'l bilan o'ynadi. Ber. Hisob 0-0. Kanadaning o'sha ilk daqiqalardagi faolligi sal pasayishni boshladi. Endi tashabbusni qo'lga olishimiz ham mumkin. Hamrobbekov va Shukurov to'p oldida. Hamrobbekov orqaga uzatma. Abdullayev. Baribir Abduqodir o'ngroqdagi markaziy himoyachi pozitsiyasida, Abdulla Abdullayev esa markazda. Boshda to'g'ri berishgan ekan. Yo'q, ular Ashurmatov o'yinda berishdi. Ashurmatovmi? Husanov markazda, chapda Abdullayev ko'rsatishdi adashmasam. Hamrobekov, Fayzullayev ishga kirishdi, o'ng qanotga Sayfiyevga o'zi ochiladi. Sayfiyev endi qiyin. Ikki futbolchi qarshisida qolib ketdi. Sayfiyev sekingina yetib boradi Abdulla Abdullayev. Ne'matov. O'zi bizda o'sha Husniddin Aliqulovning jarohatidan keyin eng asosiy yechim talab masala shu edi. 3-chi markaziy himoyachi kim bo'lishi. Va u qaysi oyoqda o'ynaydigan futbolchiligi ham muhim bunaqa payt. Pozitsiya muhim, mana bu yerda. Abbos Fayzullayev pressing natijasida shoshirib qo'ydi himoyachini. Lekin juda bir maydalashib ketdi follar. Hakam maydalashib ketdi. Shunaqa shoshib qolishyapti kanadalik futbolchilar. Nima qoida buzdi bu yerda Abbos so'rash kerak. İyi o'ynab ketishdi, darvozabon to'pni qaytardi, yaxshi. Birinchi burchak zarbasi adashmasam. Va birinchi qutqaruv. Yaxshi o'ylagan edi. Pasan yomon emas edi. Eshtakyo. Bu ham Portugaliya chempionati vakili adashmasam, Los Anjelesga o'tgan ekan, mayli. Uzatma amalga oshirildi. Yuqorida jang va chiqardik. Abbos Fayzullayev kirishib ketdi, oston bu yerda kurashadi. Eldor ham, ammo birinchi to'p Kanadaniki. Yaxshi. Hamrobekov ancha sport formasini yaxshilab olib ketdi. Mana bu yerda o'ng qanot imkoniyati bor. Oston O'runov yaxshi pas. O'ngga hisob ochamiz ani. Eldor zarba. Voy, darvozabon to'pni qaytarmoqda. Hay. Vaqtida ulgurdi tepishga, to'g'ri, lekin himoyachilar ham juda tez yugurishdi, bambito bo'lib.
Zo'r rivojlandi mana bu qarshi Millar- hujumimiz. Sal o'ngga berib yuborishi ham mumkin ekan-a. Endi baribir forward tepadi-yu. Bunaqa variant ham bor edi. Lekin to'g'ri tepdi muhimi, boya birga biri bundan zo'rroq vaziyat edi. Balkim burchak zarbasidan gol urib qo'yarmiz. Eldorning o'zi ham bosh bilan yaxshi o'ynaydi. Fayzullayevdan uncha ko'tarilmadi to'p. Sayfiyev yutib chiqdi. Yaxshi imkoniyat. Eldor ofsayd bor. Burchak zarbasimi yo'q? Ofsayd. Ofsayd. Eldor xavfli bar ular uchun. Agar Kanadani ko'zi bilan qaraganimizda juda xavfli futbolchi bo'lib ko'rinyapti-da. Ha, va 3 ta vaziyat yuzaga keltirishga ulgurdi Shomurodov. Turkiya chempionati to'p urari. Rostdan maydon sirpanchiq ekan. Baribir ming Kanada bo'lmasin, o'yindan sal oldin yoqqan yomg'ir ta'sir qiladi. Bu yomg'ir qizig'i 3-4 kundan beri tinmayapti. Qorga aylanish xavfi bor deyishgan ekan o'zi. Ha, aynan yog'ingarchilik mavsumi Edmontonda Ancha maydondagi vaziyatlar tenglashdi. O'yin tizgini butunlay Kanada tomoniga o'tib ketgandi boshda. Sekin-sekin futbolchilarimiz qaytarib olishyapti. Tenglik. Bu Larin. Kyle Larin. sekin moslashib o'yinimiz o'sishga erishsa kerak mana shu yig'in davomida. Niderlandiya bilan butunlay boshqa daraja bo'ladi baribir. Chunki Gollandiya ham ikkinchi o'rtoqlik o'yini-yu, ular ham yanada tayyorgarlik ko'rib kelgan bo'lishadi. Ular ham pishishadi baribir musobaqa davomida. Ikkita keskin o'ynaganimizni ko'rib ular sal ehtiyotdan bo'lishsa kerak. Van Dijk bilan Shomurodov dueli juda qiziq. Van Dijk 34 yoshida barcha uchrashuvlarni 90 daqiqa o'tkazgan kamsonli futbolchilardan biriga aylandi-da. Voy, Hujum. shu joyda kerak emas. Zarba yo'llanadi. Noaniq. Abduvohid maksimal sakradi, tegmadi, bildi to'pni aniq ketayotganini. Kanada tezkor hujum bilan javob berdi. Va 0-0 hozircha. Kanada Bosniya bilan boshlaydi 13-da. Keyin Qatar bilan, Shveysariya bilan. Keyingi o'yin Irlandiya Yaxshi ekan. o'ynadi hozir Oston, ammo qolmadi to'p bizda. Sherzod. O'zi Sherzoddan sal oldin Otabek ham chala turtib yuborgandi. Darhol o'zgarishlar mana birinchi taymning o'zida. Kanada tez to'pni o'yinga kiritdi, xavfni bartaraf etdi-ku, to'pni egallay olmadik. Borada Abbos. Abdulla Abdullayev. Rustam Ashurmatov teparoqqa chiqdi. Bog'lamlar hosil qilishga urinyapti jamoamiz. Oston O'runov to'xtatildi. Shu odati bor ekan Kanadani. O'zgarish yarim soat o'tdi. Endi biz ku majburiy o'zgartirdik. Kanada terma jamoasi majburiy emas. Chap qanotidan xavfsirayaptimi? Lari chiqib ketdi. Bambito. Ikki marta sirpanib ketdi. Shu joydagi xato. Yaxshi. Zo'r to'xtatdik bunisichi.
uzatma bo'ladi va yetib borish juda qiyin edi. Millar yomon tez yugurar ekan borku, u tomondan ham bu tomondan ham yetib kelyapti. Texnikasi ham yaxshi. Ko'rinib turibdi baribir Kanadada o'sha bir necha ancha sifatli futbolchilar jahon darajasida. Jismoniy baquvvat ham va David ham ikki qanotda o'ynayapti. Vaziyat taqozo qilsa o'ngga ham o'tib harakat qilayotganini ko'ryapmiz. Bizga qancha kuchli o'ynasa yaxshi bir tomondan test uchun. Yaxshi kombinatsiya. Abbos Fayzullayev faqat oldinga emas. Long ball Ketdi, mana shunaqa kurash bo'ladi. Qarshi hujumga imkon beryapmiz. Chiroyli aldab o'tdi. Shuning uchun muxlislar olqishlab qo'yishdi. Kona Buchanan uncha ko'rinmay qoldi. Lekin markazdan kiryapti o'sha 17-raqam. Millar uzatma, darvozabon to'pni egallab oldi. Yaxshi qo'ldan chiqarib yubordi, lekin bu uning hududida edi. Egasi edi to'pni. Husanov o'ng tomonga uzatib berdi. Zo'r edi-yu, lekin Eldor boshqa tomonga qarab yugurib ketdi. O'sha himoyadagi kamchiliklar tufayli ham Bambito bilan Laria olindi. 2 marta sirpangan futbolchilar. Ayniqsa o'sha markaziy himoyasining xatosi, katta olib qo'ysa bo'lardi. Abbos, yaxshi Abbos. Mana bu yog'i toppa toza. Abduqodir Husanov va uning mashhur patkati. Shu joyda zo'r aldab o'tib ketdi. Kona. Buni ko'rib turib, albatta Abduqodir javob berish kerak edi. Boya Oston bu boshqacharoq uslubda aldaganini esa takroran ko'rmadik, afsuski. Niko Sigur, Defagorolos, Millar oldinga chiqdi, lekin oldik. ana endi Shukurov, zo'r Shukurov. Berpas, Trivela, yomon emas, Abbos. Unga qarshi yangi tushgan futbolchi. To'g'ri qilayotgandi. Tezlikda Farruh Sayfiyev yorib o'tishi mumkin edi. Farruh baribir hujumkor futbolchi. Ko'proq hujumni o'ylab tushiriladigan futbolchi. O'ng qanotda Hamrobbekov chiroyli uslubda pas bermoqchi edi. Burchak zarbasi ishlamoqchi bo'ldi menimcha. Va hozir Sayfiyev imkon qadar uzoqroqqa uloqtirishga harakat qiladi to'pni. Va mana Abbos bilan kombinatsiya. Yomg'irchani ovozi kelib turibdi. Kurash Buchanan kurash olib bordi va Sherzod Nasrullayev chap oyog'iga to'g'rilab shu yerdanmi yo'q pas berishga qaror qildi. Eldor Shomurodov yiqildi. Yiqdi-yu. To'g'ri, endi hakam bunga ham indamasligi kerak. Mana yiqilgan futbolchiga to'g'ri qildi, reaksiya bermasdan. Lekin boya Eldor Shomurodovga nisbatan qoidabuzarlik bo'ldi menimcha. Ikkinchi bo'limda ancha o'zgarishlar bo'lsa kerak. O'zi hammada bir 8 ta 9 ta futbolchi almashyapti-yu. O'rtoqlik o'yinlarda. Biz ham bundan foydalanamiz. Turkiyada ham kecha Gülerlar ham 60-daqiqada tushdi-da. Pressing olib qo'ydik va Abbos yo'nalishni o'zgartirdi. Bo'sh zonaga chiqib boryapti, chap qanotda ochilyapti. Sherzod Nasrullayev qabul qildi. Oston O'runovga tashlab ketdi. O'tib olmadik. Ikkinchi urinish bo'ladi. Sherzod yuqoridan va Abbos urinib ko'rdi. Boradi Sayfiyev.
Berpas. Yaxshi Hamur Robekov yetib keldi qaylardandir. Aylanib o'tdi bor-ku raqib futbolchisini. 37-daqiqa. Lekin tashabbusni qo'lga olyapmiz. Lekin eng ko'p ishlangan narsa Davron menimcha shu qarshi hujumga o'tishdagi tezkorlik ekan. Ya'ni tartibli, aniq reja asosida chiqyapmiz-da. Kim oldinga chiqib ketishi ma'lum. Sayfiyev bilan Nasrullayev ko'proq vingerga aylanyapti o'sha paytda. O'sha qanotda o'ynagan hujumkor futbolchilarimiz esa o'sha paytda markazga kirishyapti. G'oyalar bor. Ajoyib Doston. Doston ikkitasini olib kelib keyin qildi. Uning fintlari Dostonga aylanyapti sekin-sekin. O'zim ham Dostonni yordim. Shuni aytayapman. Sizni qo'llab-quvvatladim-da shunga. Eldor yaxshi Eldor, bordi ajoyib. pas o'ng qanotda. Yo'y. Hamma o'ngga kutdi-da. Lekin kutilmagan qaror edi. Agar tushunganda Abbos. Abbos ham shuna qo'yiladi-da. Hamma qattiq. Xo'p. Olib qo'yamiz shu yerda. Mana bosim, ikkita futbolchi boryapti. Hech bo'lmasa taktik faol, to'g'ri bu ham. Natija albatta muhim emas-ku, baribir yaxshi kayfiyat uchun ham Natija ham bo'lib turgani yaxshi. o'zgartirishga harakat qilishyapti yigitlar jarayonni. Voy, o'tkazib yuborishdi va bu Sal qoldi. Abdullayevning sa'y harakati bilan vaziyat yo'qqa chiqdi har holda. Miller yana xavf tug'dirdi. Bular ham qarshi hujum rejimiga o'tib olishdi. Shu qulay shekilli edi. Burchak zarbasidan to'p o'yinga kiritib yuborildimi deyman. Takrorlar namoyish etilayotganda. Katta risk edi Abdullayevda, lekin mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Xo'sh. To'p o'yinga kiritib beriladi. Va ikkinchi qavatda xavfli o'ynadi hozir Kanada. Abbos qochadimi? Millar kelyapti. Voy. Qizil ber. Abduqodir shart emas. Hozir shart emas. Endi do'stada Abbos. Yomon tepdi-da Davron. Urushib ketsa ham yanada yomon bo'ladi biz uchun. O'zi o'ng qanot ketib yotibdi. Mana hozir takror lavhani sal yiriklashtirilgan plani kerak edi. Sariq kartochka. Ashurmatov oldingi chiziqqa Bo'lmadi. Jahon chempionatida inobatga olish kerak. Mana shunday futbolchilar bahslashib, keraksiz kartochkalardan ehtiyot bo'lib. Ayniqsa Abduqodir. Juda kerakli edi bizga. Eldor zo'r to'g'riladi va oxirigacha agar yanada to'pga egalik qilganida Abduqodir o'tkazib yubormasa kerak. Voy o'tkazib yubordi. Millar aldayapti. Kamdan kam sodir bo'ladigan hodisa. Cross noaniq pas beradi-yu. Butsalarini to'g'rilab qo'yapti Abduqodir, sirpandida baribir. Lekin fint ham juda chiroyli edi. Birinchi marta emas. Buchanan bo'ldi. 2-3 marta mana shunday fintga ilintirdi bizning futbolchilarni. Haqiqiy winger ekan o'zi, qanotda chiziqqa yaqin o'ynar ekan. Bo'lim tugayapti.
Yomg'ir shivalayapti. Kanada foydasiga out va kanadaliklar o'ng qanotdan yana oldinga borishga urinsa kerak. Baribir ularda mezbon sifatida mas'uliyat bor. Ozgina baribir natijaga intilishadi. Muxlislar ko'pchilik bo'lib tashrif buyurishda. Yaxshi chiqib keldi markazga qarab Abduqodir va to'pni egallab olishimizga zamin yaratib berdi. Sayfiyev o'ng qanotga Abbos Fayzullayev texnika bor. Oppa, yaxshi. Ana endi fol. Sariq kartochka. Ikkita sariqqa o'tirg'izdi. Abbos chiqa solib. Millardan ko'ra ko'proq ish qilyapti qanotida. Darhol sezildi Fayzullayevning o'yinga qo'shilishi. O'zi zo'r ochildi endi o'sha tomonga, o'zini taklif qildi-yu. O'zi qizig'i o'sha tomondagilar faqat sariq olyapti shekilli. Millar ham hozir ham o'sha tomonda sariq bo'ldi va bizning ham ikkita sarig'imiz maydonning o'sha qismidagi futbolchilarimizga ko'rsatilgan edi. G'aniyev, Sayfiyev. Abbosning uzatmasi yuqorida Gol! ajoyib tarzda ochildi, zarba yo'lladi, darvozabon ham chiroyli seyv ijro etdi, tan olish kerak. Va mana bu yerda olib chiqdi. Bashaksheherdagi bog'lam ishladi deyishimiz mumkin. Uzatma ham zo'r. Offside bor deyildimi o'zi? Bor ekan. Bayroqcha ko'tarildi. Shuning uchun hushtak chalinibdi-da darhol. Lekin seyv baribir muxlislarga yoqdi. To'p bizniki. Hamrobbekov ajoyib tarzda o'tkazib yubordi hozir Abbos to'pni. Chiroyli o'ynashga o'tib ketdik-a. Ishonch sekin-sekin ko'payapti futbolchilarimizda. Pressing ham kuchaydi. Xatolar ham paydo bo'ldi Kanadada. Yana bitta out. Ulguramiz bitta yaxshi hujum tashkil etishga. Sekin-sekin borib olyapmiz boru. O'sha qanotdan. Bizniki. Sayfiyev Ulguradimi? Yo'q. Bayroqcha orqali qaytarib olgandi maydonga, lekin undan oldin chiqib ketgandi. Birinchi taymning birinchi qismida Kanada, birinchi bo'limning oxirida O'zbekiston tashabbus bilan o'ynashdi. Hisob ochilmadi, qancha qo'shadi. Bizda ikkita golli vaziyat, ularda yo'q. Mana shu oxirgi vaziyat bo'lishi mumkin. Ashurmatov yaxshi o'ynaganda. Yaxshi ekan shu harakati. Bol to'p chiqib ketadi. Abduvohid bildi, yetib kela olmasligini. Qo'shib berilgan birinchi daqiqa poyoniga yetyapti. Kanadalik futbolchilar ustozi menimcha birinchi bo'limdan unchalik rozi emas. Chunki o'yin nazoratini berib qo'yishdi ular. Eldor yaxshi o'ynadi. Abbos. Va tushunmay qolishdi va Abbos kelib to'g'riladi. Nasrullayev yo'qotdi to'pni. Bu yoqqa hujum juda chiroyli kirib borishyapti va Haytovurki to'xtadi. Bunaqa xato qilmaslik kerak bu joylarda. Ketdi Abbos. Yana bitta qarshi hujumga urinish. Eldor qochdi. Ya lekin tushundi-yu keyiniga.
pressing oxirigacha. Kone Bo'ldi, endi kuch tejash kerak. Eldorni ikki kishlashib yopishyapti. Bo'ldi, Kanada ham 0-0 bilan chiqib ketishga rozi. Buchanan voy aldadi. Lekin Abduvohid bu joyda tayyor edi. Bo'ldi, hushtak chalinadi. Birinchi bo'lim poyoniga yetdi do'stlar. Yomon boshlanmadi. Umumiy olganda yomon boshlanmadi. Ikkinchi bo'limda bir qator o'zgarishlar bo'ladi va unda yana boshqa ishlarni ham amalga oshirib oladi Fabio Cannavaro. Biz ham biroz tin olamiz.